Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Akalar, opa-singillar, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. Mana shu bo'yicha davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobusimiz akalar. O'zingizlar ko'rib turganda videoda akalar, bu avtobuslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobus. Kimda kim ketadigan bo'lsa, ekranlarga ishonchli raqamlar qo'yganmiz, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Akalar, ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz akalar. Bagajlarimiz mana har bitta odamga 50 kilo 60 kilo bitta chimodan, ryukzak, положено akalar. Mana ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz endi akalarimizga. Akalarimiz o'z o'rinlarida o'tirishibdi akalar. Zaradniy устройство, konditsioner hamma ishlaydi akalar. Kimda kim shunaqangi avtobuslar ketadigan bo'lsa, ekranlarga ishonchli raqamlar qo'yganmiz, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Allohga adashmanglar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.